ozi dildorlik berib o'gliga qarab necha yerdan timsol keltirib, nasihat qilib so'z aytayotir. Paydo bo'lding 2 gavhar donadan, parvoz qilib uchding manzilxonadan. Avval aytgan nasihatim, Ravshanjon, kechsang yomon bo'lar ota-onadan. Eshitib ol otang shorning arzini, elida sargaytding gulday tarzini. Bir qiz uchun unutmagin bizlarni, unutma otang ham onang qarzini. Ozingdan pastlarman har yo'lga ketma. Bolam, aytgan nasihatim unutma. Oldingdan kim chiksa besalom otma. Bir garibni ko'rsang, zinhor og'ritma. Ko'tar qolingni, duo qil. Qolingdan kelgancha chiqar yaxshi ot, yaxshilik qil, bolam, yomonlikni ot. Nasihatim yod qilib ol, yolgizim, yolgiz yursa, chang chiqarmas yaxshi ot. Hasanxon polvon mard emasmi, bolasiga qarab, oq fotihani betiga tortib, bor, bolam, manglangni Xudo ochsin, deb qolaverdi. Ravshanbek otasidan duo olib, atining boshini solib, yo'lga ravona bo'lib ketaverdi. Ota-o'g'il dialogida xalqimizga xos qanday an'ana va odatlar aks etgan? Sizningcha, bugun bulardan qaysi biri hayotimizda saqlanib qolgan? Ravshan togu toshlar, cholu biyobonlarni bosib o'tib, Shirvonga keladi. Bu yerda bir kampirga ogil bo'lib yurib, kunlarning birida shaharni aylanar ekan, bozorning ustidan chiqib qoladi. Zulhumomin qalpoq tikib, har bozor kuni yigitlarga sotishni rasm qilgani, bozordagi koshning ustida yuzini ochib o'tirishi, yigitlar kormanasiga bir lagan tilla hadya qilib, uni tomosha qilishlarini bilib oladi. Muhokama qilamiz. Bir dostondan parchani o'qib, nimalarni angladingiz? 2. Qaysi qahramon sizga ko'proq manzur bo'ldi? Nima uchun? 3. Yor deyman-ku, nomusorga boraman, deb otasiga bergan javobidan Ravshanni qanday tasavvur qildingiz? Topshiriq. Dostonda uchragan maqol va iboralarni daftaringizga yozing. Asarda qo'llanishi sababi to'g'risida fikr yuriting. Tavsiya. Sun'iy idrok vositasida maqol va iboralarning tasvirini bir nechta variantda yarating. Namunaga e'tibor bering. Tuya hammomni orzu qilibdi. Ravshanbek bozorning ustidan kelib qolib, yorim Zulhumorjonni ko'raman deb, dimogi chok bo'lib, vaqti xush bo'lib, bozordagi odamlarga qarab bir so'z aytib turibdi. Uzoqdan kelayotibman, gamning loyiga botibman. Ey yoronlar, birodarlar, birodarlar. Men yorimni yo'qotibman. Ey yoronlar, birodarlar, haloyiq. Men yorimdan adashibman. Elda davron surgan bormi? Oz davriman yurgan bormi? Bizning yorni ko'rgan bormi? Yor daragin bergan bormi? Toblab zulfin o'rgan bormi? Yorman suhbat qurgan bormi? Yoki birga yurgan bormi? Bogidan gul tergan bormi? Bizning yorni ko'rgan bormi? Yor daragin bergan bormi? Shunday asf toyda yorni qo'lga keltirsam deb keldim. Oshiqligim shu barnoga endi bildirsam deb keldim. Eldan ozgan chin suluvni ishqib ildirsam deb keldim. Aytganimni konmasachi, aldab kondirsam deb keldim. Bizning yorni ko'rgan bormi? Yor daragin bergan bormi? Pas-paskina past ko'chalar, holin bilmas bir nechalar, bedif mingan boyvachchalar, bekvachchalar, qalpoq bozori qaysidi? Bozor kelgan bozorchilar, yo'lni kezgan guzarchilar, tinmay elni kezarchilar, jon savdoni buzarchilar, qalpoq bozori qaysidi? Niyo. Mardikorlik ish bozori, choyam bozor, mis bozori, ma'nif pishiq isht bozori, qassob bozor, go'sht bozori, qalpoq bozor qaysidi? Changib yotgan un bozori, qoqib yotgan jun bozori, anov mursak, tom bozori, pichoq bozor, qin bozori, qalpoq bozor qaysidi? Anovi qovun bozori, baqqollik, sovun bozori, salloq sotib kalla po'cha, qassobga tovun bozori, qalpoq bozor qaysidi? Chetda turgan qo'y bozori, yilqi bozor, toy bozori, qurt bilan sarimoy bozori, qog'ozdagi choy bozori, qalpoq bozor qaysidi? Boz bilan alak bozori, attorda elak bozori, rang, boyov, lok bozori, paranji, jelak bozori, qalpoq bozori qaysidi? Bug'doy ham arpa bozori, paxtali korpa bozori, qo'y teri supa bozori, sersavdo turpa bozori, qalpoq bozor qaysidi? Echki ham uloq bozori, telpak ham tumoq bozori, kavob, qovurdoq bozori, nasi emas, naq bozori, qalpoq bozori qaysidi? Guzarchilar, otkinchilar. Qoqimoq, ivirsimoq, tozgimoq. Mursak yengsiz paxtali kamzul. Salloh, qassob. Tovun, tegishli, qarashli, tobe. Alak bozning turi olacha. Jelak xotin qizlar boshga tashlab yuradigan ro'mol.
Turfa har xil. Tumoq bo'yinni ham berkitadigan telpak ko'proq tulki terisidan tikiladi. Oylab ko'ring, bozorlarning xilma-xil bo'lishi nimani anglatadi? Ravshanbek, qalpoq bozori qayerda, deb baqirib borayotir edi. Shu yerda bir nashavand turib edi, kayfi uchib ketdi. Ravshanbekka qarab aytdi: "Ey Ozbek, muncha baqirasan, kayf degan narsadan qolmadi-ku. Sen o'zing burun ham hech bozorni boribmiding, ilgari bozorni ko'ribmiding? Anaf changib yotgan un bozori, narigi qo'yotgan jun bozori, hu anaf, katta do'kon tom bozori, narigi turgan, pichoq bozori, qin bozori, undan otding qalpoq bozorda, yurtni buzding-ku, deyotir." Ravshanxon bozorni oralab o'tdi, qalpoq bozoriga yetdi. Qarasa, 40 zinali koshning ustida Zulxumoroyim kanizlari bilan qalpoq sotib turibdi. Zulxumor betidan niqobini olib, ko'p kanizlar ortaga olib turibdi. Ravshanbek Zulxumorning jamolini, navdaraxt kamolini ko'rib tomosha qildi. Navdaraxt, novdaday, yosh daraxtday tik qomatli. Ravshanbek qarasa, Zulxumorning kamoli, oyday jamoli, oq yuzida xoli, yangi oyday ikki qoshi hiloli. Ravshanbek zehnini qo'yib qarasa, yasangan xurday, tishlari durday, ko'zlari yulduzday, qoshlari qunduzday, lablari qirmizday, ogizlari oymoqday, lablari qaymoqday, ikki yuzi oyday, tarlon qarchiga uchadigan qushday, muhrlangan qog'ozda yalt-yult etib o'tiribdi. Zulxumoroyning bu yogida 95, bu yogida 95, 10 kam 200 kokili bor, bir yogini tilla suviga botirgan, bir yogini kumush suviga botirgan, tong shamolida qotirgan. Jamoli chillaning qoriday tinjirab, yaltirab o'tirgan. Ana Zulxumorning ko'zi javdirab, zulfi shovdirab, zulfining shulasi yuziga ursa, yarq-yurq etib, betining shulasi zulfiga ursa, yashin tushganday bo'lib o'tiribdi. Ravshanbek qarasa, muscha, sopitorgay, gazalay, simcha qushlar Zulxumorning jamoli jilvasiga chidamay, baland quyilib kelib, ekniga, kiptiga tegib-tegib, uchib borayotibdi. Ravshanbek Zulxumorni bu sha'nu shavkatda ko'rib, yuz jonu dil bilan ishqivoz bo'lib, yuz jonu dil bilan xaridor bo'lib, qarab qoldi. Ravshanbek masti beixtiyor bo'lib, ikki qo'lini ko'tarib, bulgab, oyoqni uzangiga tirab, balandga qarab baqirib, qizlarni chaqirib bir so'z aytadi. Kipt, kift, yelka. Bulgab, silkitib. Kuygan alvon-alvon so'zlar. Ayrilgan bir-birin izlar. Koshkida o'tirgan qizlar. Baring birday botamizlar. Turinglar, chambil ketamiz. Juringlar, chambil ketamiz. Shirvon elning barnolari. Suluvlarning podsholari. Yigitlarning dilxohlari. Yuzlari mehru mohlari. Juringlar, chambil ketamiz. Turinglar, chambil ketamiz. Botamiz tamizli manili. Mehru moh, quyoshi oy. Zulfin toblab o'rgan qizlar, elda davron surgan qizlar, kaptarday bob yurgan qizlar, qalpoq sotib turgan qizlar, juringlar, chambil ketamiz, turinglar, chambil ketamiz. Pilla palla vaqt. Unda hamma qizlar hayron qolib kulayotir. Hu deyishib qarayotir. Nega unday qilayotir deb bir-biridan so'rayotir. Ravshanbek shu yerda qip-qizil tentakka chiqib qoldi. Bir pilla Ravshanbek hushiga kelib qarasa, qorong'i bo'lib qolibdi, bozor tarqab ketibdi, qizlar tushib ketibdi. Ravshanbekning o'zi qolibdi. Hech kim yo'q. U yoq bu yoqqa qarab, qizlarning qayoqqa ketganini bilmay, bir dardi ming bo'lib, ichi gamga tolib ne pallalarda uyga keldi. Enasi Ravshanbekning joyini solib berib, uxlagali joyiga otib yotdi. Bolaning uyqusi qayoqdan kelsin, ilon, chayon chaqqanday Zulxumorning ishqi kuydirib borayotibdi. Deydi bo'lmaydi, uyqu kelmaydi. Bolaning ko'ziga dalaning shulasi baland ko'rindi. Tomga chiqib qarasa, katta yo'l bilan boyagi koshda ko'ringan qizlar, qancha kanizlar kelayotir. Bularning orqasidan boyagi koshda ko'ringan xosaki kanizlar bilan Zulxumoroyim otib borayotibdi. Ravshanbek tomdan o'zini tashlab ketdi. Kampir, ha, bolasi tushmagur, qaytchi, qayt deb qichqira qoldi. Ravshanbek piyoda yortib, ko'chaning yuzi bilan, qizlarning izi bilan urib yugurib, qizlarni izlab ketaverdi. Bir qancha yo'l yurib edi, oldidan chiqdi katta bir bog, bir yogi chorbog, juda katta kalondimog, ko'rganlar farog, shunday joyga borib qoldi. Qarasa, ko'p qizlar, ancha sarvinozlar, beadad kanizlar hayhaylashib, 11, 5-1, top-top bo'lib, bir xili oz, bir xili ko'p bo'lib, yuribdi sayilbog qilib. Ravshanbek bildi, kechagi qizlar shu yerga kelgan ekan. Ravshanbek astagina pisib borib, gulning ichiga yashirindi.
Bogda bitta ham erkak yo'q. Qizlar o'ynashib, qizgaldoqda yashnashib, bir xillari bir-birlarining bo'yniga qolini tashlashib yuribdi. Qizlar bir bazmlar, tapir-tupur o'yinlar qilayotir, qiziga keyin bo'layotir. Yoritmoq, lokillamoq. Sizningcha, voqealar rivoji qanday tus olishi mumkin? Shu asnoda bir top qizlar o'ynashib kulishib, gul terishib talashib, yashirinib yotgan Ravshanning ustidan chiqib qolishadi. Begona yigitni ko'rgan qizlar dodvoy solib, Zulxumorga xabar berishadi. Zulxumor yigitning kim, qayerlik ekani, nimaga kelganini so'rab, kormanasini olib kelishga oqqiz degan kanizini jo'natadi. Ravshan tillasi yo'qligi uchun momosi Yunus pari bergan sehrli uzukni kormana sifatida Zulxumorga yuboradi. Qiz uzukni tomosha qilayotib, unda o'z ismi va suratini ko'radi. Uzuk sehrli ekanini bilgach, bunday uzuk har kimda ham bo'lavermasligini o'ylab, yigitni huzuriga olib kelishlarini buyuradi. Qizlar Ravshanni olib kelishgach, Zulxumor, avvalo, uzuk ko'zdagi yozuvni taqdirning bitigi deb bilganidan, ikkinchidan, yigitning chin oshiq ekanini sezib, yoqtirib qolganidan uni qabul qiladi. Bir necha kunni Ravshanbek Zulxumor bilan shod-xurram o'tkazdi. Ravshanga ko'ngli ketgan, lekin e'tiborini qozona olmagan hasadgo'y oqqiz Zulxumorning Ravshan bilan ekanini onasiga aytib beradi. Onasi bu gapni Qoraxonga yetkazadi. Ravshanni bandi qiladilar. Podsho uni osishga buyuradi. Shunda Shirvon kattalari, yigitni oldirishga shoshmaslik kerak, yosh, aqlli va botir yigit ekan, uni 40 kun zindonga tashlasak, so'ng chiqarib dinimizga kirishini so'rasak, ko'nsa, sizga kuyov qilsak, ko'nmasa, osaverasiz, deb maslahat berishadi. Bu gap podshoga ma'qul kelib, Ravshan zindonga tashlanadi. Zulxumor kanizlari bilan bir hovliga qamalib, 500 sarboz qorovul qo'yiladi. Qiz Ravshan bilan yashirincha maslahatlashib, uning ota-onasiga xat yozadi. Zulxumoroyim o'z qoli bilan bir xatni bitdi. Hasan Mardning o'g'li, Xon Dallining jonu dili, oti Bek Ravshan, Shirvon mamlakatiga kelib bandi bo'ldi. 40 kun muhlat qilib zindonga soldi. Shu 40 kunning 19 kuni o'tganda shu xat bo'ldi, namoshomda bitildi. Tong otmay Chambilbelga Toramning eliga yetadi. Ravshanning murabbiylari bo'lsa, kelsa, ayirib olsa. Xatni mahkam qildi, orab berkitib, bir narsa zarar qilmasday, yomg'ir bo'lsa, sahar vaqti Xon Dalli yolg'iz bolasi, ko'zining oqu qorasi Ravshan bolasini sog'inib, dalaga chiqib bora turib, "Voy Ravshan!" dedi. Buni jonivor mayna eshitib, shul ayol Ravshanbekning enasi ekanini bilib, bir qaqirlab, qattiq sayradi. Buni Xon Dalli eshitib, maynaga qarab, bolasini so'rab, bir so'z deb turibdi. Sahar vaqti, mayna, gulday jaynading, osoyishta tanda jonim qiynading, hayron qoldim dovushingdan, maynajon, ne sababdan, mayna, bunday sayrading. Sen bunday sayraysan, jonim olasan, meni endi har xayolga solasan, ne sababdan, mayna, bunday sayrading. Joningni achitib dovush qilasan. Jaynamoq, yayramoq. Bulbul oshna bo'lar bokning guliga, mayna yetti talab qilgan eliga. O'tirgan joydan uchib shu mayna kelib qo'ndi Xon Dallining qoliga. Xon Dalli qarasa, qushning dodi bor, ko'p uzoqdan qistagan holati bor. Xon Dalli qoliga olib qarasa, maynaning bo'ynida arza xati bor. Xon Dallidan xatni olib oqib, voqeadan xabar topgan Hasanxon Goroglining girko'k otini minib, zudlik bilan Shirvonga jo'nashga qaror qiladi. Xatdan ayon bo'lishicha, Qoraxon bergan 40 kunlik muhlatning ropparosi 20 kuni o'tgan. 20 kundan keyin Ravshan yo begona dinga kirishi, yo dorga osilishi kerak. Ana endi Goroglibek shoshib surinib, yiglab emranib, Hasan Mardga oq fotiha berib yubordi. Hasanbek hayt deb, girko'kni o'ynatib, suvliqni chaynatib, dushmanlarning zardasini qaynatib, Shirvon, qaydasan, deb, yakkatanho sabab ketib borayotir, hu deb ketib borayotir. Sovutini boktarib, qalqonini dongtarib, yo'lga tushdi Mard Hasan Shirvon elin axtarib. Ot boradi arillab, otgan oqday parillab, ot alqimi tong shamol, mis karnayday zarillab. Suvsiz cholda girko'k ot borayotir parillab. Tonglar otib boradi, kunlar botib boradi, suvsiz cholda Mard Hasan yakka ketib boradi. Dushmanlarning qonini bos tuproqqa qotsam deb, Qoraxonday pochoni yerman yakson etsam deb, Shirvon ening torasin yuragin qon etsam deb, Bek Ravshanning ustida katta to'fon etsam deb. Qulon yurmas yerlardan quvib otib boradi. Bulon yurmas yerlardan buvib otib boradi. Qarsoq yurmas yerlardan qalqib otib boradi. Bori yurmas yerlardan bozlab ketib boradi. Polvon Hasan dovushin sozlab ketib boradi. Bek Ravshanni tinmasdan izlab ketib boradi.
Yo'lbars yurmas yo'llardan yoritib otib boradi.